Bu videoni yo'l qidirgan tashkilotga jo'natib qo'yinglar, chunki mana bu yoq tomonimiz Metro Minor C6 da zo'r variantini chiqqan. Mana bu yoq tomonimiz Artel. Yo'ldan ikkinchi qatorda 3 xonali birinchi etaj 70 kvadrat uyimiz chiqqan. Narxi 120 ming ekan. Yonida nijeloylari ham bor, tayyor. Xolis nijeloy qilib ishlatingiz bo'ladi. Videoni mana yonida tayyor nijeloy va yonida mana shu uyimiz ikkita oyna bu yoqqa qaragan. Bemalol nijeloy qo'ysangiz bo'ladi. Yo'l yuziga shunday yaqin 100 metrgina. Shunda kirsangiz, mana shu uyimiz hisoblanadi. Hozir ichidan ko'rsatamiz. O'rtoqlar mana bu yog'imiz kiruvchi hisoblanadi. Mana kattagina koridor, mana o'sha ikkita oyna, fasadi 6 metr, mana yana bitta spalni hisoblanadi. Bu yog'imiz как детский foydalanadi. Bemalol kelib o'tiradigan ofis joy qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu yog'imiz sanuzyil, bitta remont qilib olasizlar, remontini xohlasanglar shu ahvolida ham kirib bemalol yashasanglar bo'ladi. Bu yog'i zal, 5 ga 3 zalimiz. Mana bu yog'imiz ko'rib turganingizdek balkon. Mana balkonimiz 2 ga 6. Balkonimiz 2 ga 6 hisoblanadi. Bu yog'imiz kuxonniy zona. Ko'rib turganingizdek. Ko'ryapsizlarmi o'rtoqlar? Shu uyimizga 120 ming startoviy so'rovimiz. Bunaqa nijeloy joy yo'q. Qiziqqan bo'lsangiz shu tanishlaringizga jo'natib qo'ying, nijeloy qidirib yurgan. Mana ko'rib turganingizdek zo'r joylar, lokatsiyasi juda zo'r. Yana bitta nijeloy joyimiz bor, Yunusobod 15-kvartalda. Uni ham xudo xolasa bugun videosini chiqaramiz. Kuzatib turinglar.